Okey, mazza bo'ldi. Katta qaniga, izziga mazza bo'ldi. Nimaga deysizmi? Izzi ko'cha bo'ladi, okalar. Korzinkani ko'pchilik biladi, to'g'rimi? Bugungi sanamiz 17-fevral bo'ladi. Sizlar uchun juda ham zo'r Ramazonga yangilikni qilib qo'ydi. Yanada yaqin bo'ldi, ukamki. Narxlarni juda ham zo'r qilib qo'ydi, xudo xolasa. 20 ming so'mdan, ukam tezroq, 20 ming so'mdan satanjini qilib beramiz, okalar. 20 ming so'mdan 17-fevral kuniga xudo xolasa. Eng qizig'i, okalar, kenajonli. Kartoshka, piyozni o'zini narxidan sotyapmiz. Faqatgina kelib xarid qilsanglar, xursand bo'lamiz, ukam. Hop, kartoshka yo Qozog'iston yo Rossiya, okalar. 5500 so'mdan kiloga qilib beramiz. 1500 so'mdan piyozlarni qilib beramiz. 1500 so'mdan sabzilarni 3000 so'mdan qilib beramiz. Qizilini ham, sarig'ini ham. Okalar, 17-18-fevral kunlari xudo xolasa xuddi shunaqa narxdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu videoni izlada turadigan okalarimiz, katta qanday turadiganlarga tashab qo'yinglar. Adresni to'liq tushuntirdim menimcha. Okalar, Korzinkaga shunday yetmasdan svetoforni o'ng qo'lida bo'ladi. Xudo xolasa kelsanglar, narxlarni juda ham zo'r qilib beramiz. Xo'p, ananasni bir donasini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Xullas, skidga juda ham mo'chni bo'ladi, okalar. Sizlarni kutib qolamiz. Izida, katta qanida, O'rizorda, Kamchatkada turadiganlarga tashab qo'yinglar. Assalom.